Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Biz sizlarga hozir tomga pena bosish jarayonini ko'rsatamiz. Narx-navolarni qanaqa qilib bosishlarini biz sizlarga to'liq obzor qilishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa biz tomga chiqamiz. Ketdik. Ungacha sizlar Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar, podpiska, like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Biz mana tomga ham chiqib pena bosish jarayoniga chiqdik. Hozir sizlarga bir yaqindan ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringizga omad. Rahmat, tushibsizlar. Hozir obunachilarimizga, bir yurtdoshlarimizga bir yaqindan o'zingizni ishlaringizni bir yaqindan tanishtirishga bir o'z og'zidan eshitgani bir keldik. Biz tanishtirsangiz aka obunachilarimizga. Xo'p bo'ladi. Bu pena lomboz deyiladi nomi endi. Chunki tarkibida pena bo'lgani uchun pena lomboz deyiladi. Xo'p, bu mahsulotlarimizni tarkibida ko'proq mana gipsimiz bo'ladi, ko'p turganlar endi. Bu bochkamizda ishlaymiz, rastvorimizni 3 baqir suv quyamiz, bir qop gips tashlaymiz, keyin semenimiz bor mana. Keyin bu pena generatorimizdan penasi chiqadi, penasini qo'shamiz. Shu mahsulotni quyiladi. Ana qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, mana hozir pena bos jarayonlarimiz. Hozir qisqacha bo'lsa ham tushuntirishga harakat qildi. Hozir ish jarayoni qanaqa sifatini tekshirishga bir birgalikda ko'ramiz. Qani, bo'lmasa bismillah. Tolpaga hozir bu quyilganiga qancha bo'ldi endi hozir? Hozir bu joyimizni quyilganiga bir 15 minut bo'ldi. Hozir chiqsa bo'laveradi. Bemalol chiqib ustida yursa bo'ladi. Mana mana qadrli obunachilar, srochniy tomda loy bosaman deb o'ylanib yurgan odamlarga mana penani yangicha tez qatiydigan tez varianti mana tomni tezda yopasiz, tezda penani bosib turib, shifer ustalaringiz qarab qolmaydi, tezda yopib yuboraverasiz mana penani bosib turib. Ustaga endi buni nima deydi? To'rsinlarga og'irligi, loyni o'rnini bosa oladimi, loy bilan konkurentlik qila oladimi? O'shalarni bir yaqindan yana bir obunachilarimizga bir tushuntirishga aytsangiz yaxshi bo'lardi. Bu loydan endi yaxshi tomoni issiq sovuqda yaxshi ushaveradi. Issiq sovuqda. Loydaqa yorilib ketmaydi. Agar vassalligi yaxshi qoqilgan bo'lsa, yorilmaydi. Birinchi o'rinda issiq sovuqda yaxshi ushaveradi. Og'irligichi misol uchun loydan og'irmi, yengilmi? Loydan yengil bo'ladi. 2-3 barobar yengil bo'ladi loydan. Qadrli obunachilar mana aytdilar, hozir loydan ancha yengil dedi. Hali bir xil odamlar endi baquvvat to'rsin olaman deb qimmat olishadi. Kichkina to'rsinlar o'shani ham o'ylash kerak, sizlarga ancha foyda bo'ladi. Misol uchun kichkinaroq to'rsinlar tashasa, buni shuni plan qilib olsang bo'laveradi to'rsinda. Hali to'rsinga og'irligi tushmaydi, bemalol pena qilishda. Hali qimmat to'rsin olmaysizda, yengilroq to'rsinda olasiz, penani bosib quydirib qo'yar ekansiz. Firmalar ustiga quysa bo'ladi. Vassallikdan iloji boricha eplab qoqib mahkamlansa, baylab bo'lsa ham firmalar ustiga ham qo'yib yuborsa bo'laveradi, bemalol ko'taraveradi. Bunga hozir to'rsin tashlab vassani ustidan shuni quyib yuborsa bo'ldi ekan. Hali qamish tashlash shunaqalar yo'q endi. Qamish kardonlar shart emas, o'sha materiali bor, materialni tashlaymiz, ustidan quyib yuboramiz. Quyib yuborishlaveradi, ha. Hozir ustaga endi buni jarayoningizni ko'rdik, yaxshi. Bir kunda misol uchun 100 kvadratni bosishim kerak, chaqirsam qana 2 kun 3 kunda bo'larmikin deb o'ylanadi. Bir kunda necha kvadrat bosib yuborasizlar hozir? Bir kunda shu 100-120 gacha quyib yuborsak bo'ladi. O'shani hisobini olib chaqiradi, ustalarim bugun keladi, ertaga keladi deydi, tom qoqqani o'shanga qarab hisobni olib chaqirishib 100 kvadrat hisoblab turib chaqirishaveradi. Qadrli obunachilar, men eshitdim yani usta akamiz gaplarini. Sizlardan shunaqa ishlaring bo'lsa, pena bosish yo bo'lmasa mana shu qanday mahsulotlar ko'rlang, sifatli, yaxshi. Necha yil staj bor endi? 2 yil bo'ldi aka. Bu ishni ichidamiz. 2 yildan beri quyapmiz. Endi shu paytgacha ishingizdan bir jalba, bir nima kelgan yo'q sizga? Xudoga shukr, bo'lgan yo'q. Yaxshi, hamma maqtab. Rossiyada akalar ko'rib qolsa, o'zlari ham Rossiyada turib ham juda ko'pchilik zakaz qiladi WhatsAppdan. Rahmat etgani ham bor, misol yozib yuborgani ham bor. Rahmat uka, zo'r chiqibdi deb, xudoga shukr, yaxshi. Endi nima dedi? Bu xizmatlar qanaqa bo'lyapti? Vodiy bo'ylabmi yo qo'shni respublika Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chiqib ko'ramizmi? O'shani ham bir yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga bir o'zi yetkazib qo'ysangiz, qanaqa bo'lyapti xizmatlar? Endi hozircha vodiyda o'zidamiz aka. Endi imkonimiz bo'lsa, endi transportlarimizcha nimalik uchun qo'shni nimalarga o'tolmayapmiz. Misol vohaga, Toshkentga chiqolmayapmiz-ku. Hozircha endi vodiy bo'ylab ish qilyapmiz ko'proq.
endi Toshkentda ham bo'lsa, misol telefon qilishaveradi. Yana bitta gruppamiz ham bor. Bolalar Toshkentga chiqib eskidan qo'yib yurishgan. Misol ularga bir og'iz aytamiz, kelishib o'zlari qo'yib ham kelaveradi misol. Bu degani O'zbekiston bo'yicha zakasi olinaveradi. Gruppalarimiz bor, chiqib qo'yib berishaveradi. Endi hozircha zakaslar qanaqa? Endi hozir videomiz xudo xolasa ertaga bugun chiqadi. Chiqqandan keyin sразу telefonlashsa, siz yerda atkazib qolmaysizmi obunachilarimizga, ko'rayotgan yurtdoshlarimizga qanaqa bo'ladi endi bu? Hozir Necha kun oralig'ida sizni zayn qilib qo'yish kerak? bir iloji bo'lsa bir 3-4 kun uzog'i. Hozir chunki mana bu yerda ish qilyapmiz, bir kunlik ishimiz, bir yana 2-3 ishimiz bor. Ular ham bir kundan. Bo'lmadigan 3-4 kun o'z ishimiz bor, xudo xolasa. Iloji bo'lsa bir 2-3 kun oldin aloqaga chiqsa, imkon qadar to'g'rilab, nimasiga qarab vaqt to'g'rilab qo'yib beraveramiz. Bu eshitilar, hurmatli obunachilar. Endi eng qiziq joyi bu obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga, musofirdan ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bor. Buni endi narxi santimetri qancha bo'lyapti? Santimetrida baland pastlikda narxi bormi? Qanaqa bo'lyapti? Endi shularning narxini aytib o'taylik aka. Narxlari, kvadrat narxlari endi santimetrga qarab bo'ladi. 7 santimetrligimizni 40 ming qo'yyapmiz. 10 santimetrligimiz 50 ming qo'yyapmiz aka. Agar kvadratimiz misol 100 kvadratdan oshiq, 150 kvadratdan oshiqroq katta joylar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Endi hali bir xilga joylarda bo'ladi, 40-50 kvadrat bo'lib bo'ladi misol. Shunaqa joylarga, kichkina joylarga endi uni ham kelishtirib beramiz iloji boricha. Endi unga hali nima deydi, bir kunda biz 100 kvadrat qo'yamizda misol. 100 kvadratgacha bir kunda bemalol o'sha rasxodimiz bor, 100 kvadrat qo'yaveramiz misol. Endi 40-50 ga ham borib iloji boricha yaqin joyda bo'lsa qo'yaveramiz-u, narxi farq qiladi narxida. Eshitdilar, qadrli obunachilar, narx-navolarni ham. Hozir bitta savol tug'ilib qoldi-da, ustaga. Hozir tomni yopishdi, shifrni qoqishdi, tagida pataloyni qilib qo'yishdi deylik. Quysa bo'ladimi shunga? Nima deysiz? Pataloyi quydik endi, uni ham eplab bitta joyda quydik aka. Gipsokardon bo'lgan joylarda ham ilojini qilib quysa bo'ladi, sekinroq bo'ladi ishimiz. Falli qog'oz tashlab yuborib, skotchlab, endi erinmaydi, oqmaydigan qilib qo'yvorsa bo'ladi, lekin qurishida necha vaqt talab qiladi. Qatishi qataveradi-yu, qurishida uni yana cho'ziladi. Narxiga ziyon yetmaydi. Yo'q, narxiga endi ziyon yetmaydi. Yaxshi, o'sha narxda ketilaveradi. O'shani hozir obunachilarimiz ham so'raydi-da, shunaqa bizda shunaqa bo'lib qoldi, pataloq qoqtirib qo'ydi yo shifr qoqtirib qo'ydi deydi. Sizlarga qancha bo'lsa shifrdan oldin aytgan yaxshi ekanda, qiynalmasdan. Boricha shifrdan oldin aytilsa, misol biz mana shu 100 kvadrat, mana shu yerda hozir 125-130 kvadrat joyimiz bor. Xudo xolasa bugun qo'yib chiqib ketamiz bu yerda. Ochiq holatda bo'lsa, ertasiga kelib ustalar bemalol ishini qilaveradi. Ziyon yetmaydi. Hech qanaqa yo'q, ziyon yetmaydi. Xudo xolasa. Endi iloji boricha o'zlari uchun ustalar ham misol biladi-yu, to'sinlarini, stoykalarni qo'yish bo'lsa, osonroq bo'ladi. Strapini o'zi qorish, shifrni bemalol yurib qo'yishaveradi. Buni yana bitta nimasi, to'rsinga ancha-muncha ziyon yetmaydi. Hali havo o'tkazish nimasi qanaqa endi? Endi asli bu aka o'zi unaqa chiriydi, ko'pchilik haqiqatan savol beradi, chirib ketmaydimi? Bu asli chiriydigan narsa ham emas. To'g'ri, uy dimlanadi, shu dimlanmasligi uchun har bitta uyga katta kichikligiga qarab dimoxod qo'yib yuboramiz. Pataloyda yopishaveradi, bu o'sha tomni nimani to'sinni o'ziga dimoxod qo'yib qo'yamiz, o'shanda havo aylanib turadi. Dimlanmaydi, dimlanishni oldini oladi shunda. Mana qadrli obunachilar, hamma savollaringga javobni oldik. Agar kam ko'sti bo'lsa, yana kommentariyaga yozinglar. Yana sizlar qiziqtirgan savollaringga javob olishga harakat qilamiz. Ustaga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Endi Alisher Rus kanalidan kelsa, skidga qilib berasizmi? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Shu kanaldan chiqdi deysiz, skidga qilib beramiz, yana yo'lda qilib. Obunachilar eshitilayni, Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar. Skidkalar tayyor mana. Rahmat, Olbaga ishlaringga omad, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.